Assalomu alaykum aziz dehqonlar. Ko'pchilikda bir savol bor. Superfosfat yaxshimi yoki ammofosmi? Bugun sizga sodda tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Qaysi holatda qaysi o'g'it foydali, qanday me'yorda va qanday usulda beriladi. Ikkalasi ham fosforli o'g'it, lekin tarkibi, ta'siri va qachon ishlatilishi juda farq qiladi. Superfosfat va ammofos. Haqiqiy farqlar va to'g'ri qo'llash. Assalomu alaykum aziz dehqonlar. Ko'pchilikda bir savol bor. Superfosfat yaxshimi yoki ammofosmi? Ikkalasi ham fosforli o'g'it, lekin tarkibi, ta'siri va qachon ishlatilishi juda farq qiladi. Bugun sizga sodda tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Qaysi holatda qaysi o'g'it foydali, qanday me'yorda va qanday usulda beriladi. Superfosfat nima? Superfosfat bu asosan fosfor, P manbai bo'lgan o'g'it. Tarkibida fosfor bilan birga ko'pincha kalsiy, Ca va oltin gugurt, S ham bo'ladi. Superfosfatning kuchli tomoni: ildizni rivojlantiradi, gullash va meva bog'lashni qo'llab-quvvatlaydi. Tuproqda fosforni sekin-asta beradi. Uzoqroq ta'sir. Superfosfatni qachon foydalanish foydaliroq? Kuzgi yoki bahorgi asosiy o'g'it sifatida, fosfor yetishmaydigan tuproqlarda, ildizga ishlov berishda, ekish oldidan. Muhim eslatma: superfosfat ko'pincha tuproqda sekin ishlaydi, tez natija kutmang. 3. Ammofos nima? Ammofos bu fosfor va azot birga bo'lgan o'g'it, ya'ni u nafaqat ildizni, balki boshlang'ich o'sishni ham tezlashtiradi. Ammofosning kuchli tomoni: fosfor va azot birga natijada ekinlar o'sishda tez start oladi va o'sish jaddarashadi. Nihol va ko'chat bosqichida juda foydali. Don, sabzavot, poliz ekinlarida natija juda tez seziladi. Ammofosdan qachon foydalanish kerak? Ekish paytida, starter, bahorda vegetatsiya boshida, ko'chat davrida yoki o'sish sust bo'lganda. Pina, muhim, ammofos tez ishlaydi, lekin me'yor oshsa, zarar ham tez bo'ladi. Ammofos va superfosfat o'rtasidagi haqiqiy farqlar. Keling, farqni juda aniq qilib ajratamiz. 1. Tarkibiy farqi. Superfosfat asosan fosfor, kalsiy, oltin gugurt. Ammofos esa fosfor va azotdan iborat. 2. Ta'sir tezligi. Superfosfat sekinroq, uzoqroq. Ammofos esa tezroq start beradi, natijasi tezroq ko'rinadi. 3. Ekinlarda ularning vazifasi qanday? Superfosfat ildiz, gullash, meva bog'lash, tuproqni boyitish. Ammofos esa start, ko'chat, vegetatsiya boshlanishi, tez ta'sir etish. 4. Tuproq sharoiti. Fosfor tuproqda qotib qolishi mumkin, ayniqsa ishqariy tuproqlarda. Shuning uchun fosforni ildiz zonasiga yaqin berish muhim. 5. Qachon qaysi o'g'itni tanlash kerak? Endi eng muhim qism: qaysi holatda qaysini tanlaymiz? Don ekinlari, bug'doy, arpalar uchun. Bahorda start uchun ammofos beramiz. Kuzda asosiy oziqlantirishga superfosfat. Kartoshka ekini uchun esa ekishda tuganak yoniga ammofos me'yor bilan solinadi. Superfosfatni kuzda yerga solib qo'yish yerga ajoyib foyda beradi. Piyoz, sabzi, karam, sabzavotlar uchun. Ko'chat va dastlabki o'sishda ammofos beriladi. Hosil bog'lash, ildiz mustahkamlashga esa superfosfat. Bog', tog', mevali daraxtlarga. Kuzda va erta bahorda superfosfat, klassik. 6. Bu o'g'itlarni qanday qo'llash to'g'ri? Fosforli o'g'itlarda eng katta xato ustidan sepib qo'yish. Fosfor tuproqda ko'k yurmaydi, ildizga yaqin bo'lish kerak. To'g'ri foydalanish usullari. Ekish oldidan yerga aralashtirib yuborish. Qatorga, urug', ko'chat yoniga starter qilib berish. Daraxtlarda ildiz atrofidagi zona, proyeksiya bo'ylab. Ko'plab dehqonlar qiladigan xato: quruq tuproqqa ustidan sepib, sug'ormasdan tashlab qo'yish. Me'yorni oshirib yuborish. 7. Eng ko'p qilinadigan xatolar. Ammofosni ko'p berish kuyishga olib keladi. O'sish esa buziladi. Superfosfatdan tez natija kutish bu xato. Chunki ishlamadi deb o'ylaysiz. Natijada hafsalasi bir bo'yada. Aslida esa unday emas, u sekinroq ta'sir etadi. Fosforni chuqur aralashtirmaslik xato. Ishqoriy tuproqda fosfor qotib qolishini hisobga olmaslik. Maslahat: imkon bo'lsa, laboratoriyada tuproq tahlili qiling. Xulosa qilib aytganda, tez start va ko'chat davri uchun ammofos. Asosiy fosfor zaxirasi ildiz va gullash uchun superfosfat. Eng muhimi, fosforni ildiz zonasiga yaqin bering va me'yorni oshirmang. Bu agromaslahat global. Savollaringiz bo'lsa izohda yozing.